Dunyodagi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi nomli kitobdan oriya. Miliç Molla xo'jayini bilan mashhur jamiyatlarning farqi ularning jamiyat bilan yaxshi munosabatda bo'lgan yoki bo'lmaganligida ifodalanadi. Shuning uchun xulum qo'shnilar va jamiyat bilan inoq munosabatda o'tish mashhur jamiyatlarga nisbatan intoyim muhim. Bu jihatda Valinburg jamiyatining usuli eng mukammal ulgi bo'la oladi. Bill Gates kompyuterga ziyoda ishtiyoq bog'lab qolmasdan, balki u aloqador kitoblarni o'qishni alayda yaxshi ko'radigan bo'lib, balalik vaqtidagi laqami kitob qo'ng'izi edi. Buningdan uning kitob o'qishni qanchalik yaxshi ko'radiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. U bu masala ustida gap bo'lganda aslab mundaq deydi. Uyimizning atrofidagi kutubxona menga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Kompyuter kitobning rolini olalagan emas. Puli bor oilalar odatda bolalarni oila o'qituvchisi taklif qilib tarbiyalaydi. Ammo ko'ngzi azaldan oila o'qituvchisi taklif qilib berishni talab qilib baxmagan. Uningga maxsus yetakchilik qiladigan o'qituvchi yo'q edi. Shunga u atrofidagi ilmi bor kishilardan so'rab o'rgangan. Xursand bo'lishga arziydigan ish shuki, ko'ngzi alayda bilish iqtidorini hozirlab qolmasdan, balki yana ko'ribla unutib qolmaydigan iqtidorni hozirlagan edi. Dunyoda nurg'un moliya guruhi magnatlari bor. Lekin ularning ichidagilarning ko'p qismi shirkatlarni o'g'illarga o'tkazib bergan yoki o'tkazib berishga taraddud qilgan. Ularning bu xil o'yi to'g'ri bo'lsa-mu, ammo varislar qattiq mashq qildirilmasa, ajdodlari qon ter oqqizib ming bir jafoda topgan boyliqni birdamda vayron qilib etishi mumkin. Shunga mayli qandoq sabab tufaylidan bo'lsin, farzand tarbiyasiga sal qaralsa, butkul jamoat ziyonga uchrab qolmasdan, balki ashu korxonaga tayinib turmushini qamdayotgan ishchi xizmatchilarimiz ziyonga uchraydi. Kyuri xonim insoniyat tarixida tunji bo'lib Nobel mukofotiga erishgan ayol olim bo'lish sifati bilan u farzand tarbiyasida hargizmi o'z irodasini qizlariga tangmagan yoki o'zining ishlariga varislik qilishni talab qilmagan. Mariya garchi har kuni tajriba va tadqiqot bilan oldirash yursa-mu, ammo hamisha vaqt chiqarib qizlariga hamroh bo'ladi. Ba'zida hatto nashtalikni qizlarining karvat beshiga opirib beradi. U bir intayin mehribon ona edi. Charles Cambridge universitetida o'zi bilan qiziqishi o'xshaydigan ikki do'st bilan, ya'ni universitet professori, qo'shimcha o'simlikshunos Hensel va geologiyashunos Sedgwick bilan tanishdi. Charles ulardan o'simlik to'g'risidagi nurg'un bilimlarni o'rganib qolmay, balki yana o'zining tabiat olimiga aylanishidagi yangi hayotlik nishonini bekitdi. Shuningdan boshlab Charlesning hayotida zo'r burilish bo'ladi. Amaliyotda dunyodagi ko'plagan mashhur jamiyatlar yoki jamiyatning yuqori qatlamidagi oilalar farzandlarga oila o'qituvchisi taklif qilishni bir xil odatga aylantirgan. Lev Tolstoymi farzandlarga munavvar ingliz tili o'qituvchisi taklif qilib berish uchun ko'p bosh qotirgan. Eng munavvarlarini taklif qilish uchun hatto o'zi bevosita Angliyaga ingliz tili o'qituvchisi izlab borgan. Ko'p qism oila boshliqlarining farzandlarini ziyoda erkilatib cho'ng qilishi va zarur chiniqtirishlarga sal qarashi odamni ichindiradi. Farzand tarbiyasidagi bu xil xato usul va ideya farzandlarning jamiyatga chiqqandan keyin puttirab turishiga ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Bu jihatda Valinburg jamiyatining o'zgacha farzand tarbiyalash usuli bor. Boy jamiyat bo'lish sifati bilan ularda pul kam emas edi. Lekin ular bolalarning ra'yi bo'yicha ish qilmay, maqsadli holda ularni turli qiyinchilik o'tganlarda chiniqtirib sinagan. Bolalarni tarbiyalashda konkret bilimning bo'lishi behojat. Faqat kundalik turmush davomida farzandlar bilan cho'nqur sirdishish hamda bolalar uchun ozoda ham erkin muhit yaratib berish uchun bolalarning bolaligini shodimon o'tkazishiga hamroh bo'lish kerak. Mana bu bir xil munavvar tarbiya. Tagor 14 qarindishining kenjisi edi. Bu bir xil tasodifiy hodisa bo'lishi mumkin. Ammo qiziqarligi tarixda buyuklarga aylanganlarning ko'pinchisi balaning kenjisi ekan. Ba'zilar vatanning tog' daryolarini piyoda aylanib chiqadi.
Yana ba'zilar boshlang'ich maktab o'quvchilarini obyektiv qilgan asosda davlat tuprog'ini aylanib hurmatini bildirdi. Agar bolalarga tabiat bilan uchrashish fursati ko'proq yoritib berilsa, ularning o'sib yetilishida o'ynaydigan roli intayin cho'ng bo'ladi. Sayohatda qancha jafo tassa, chiniqishimi shuncha kuchaydi. Odatdagi ahvolda bu xil sayohatni qilib qaytib kelgan bolalar aslidagidan ko'p pishidi. Gerçi u kichikidan tortib sharoiti afzal oilada cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, ammo to'liq o'ttir maktabda o'qiyotgan chig'idan boshlab ta'til kunlarida boshqa shirkatlarda ishlab pul topgan. Bu nuqtaga qarata ba'zi boy oilalarning farzandlari boshqa shirkatda ishlasa, ota-onasi jamoatimizni nomusga qo'yding deb qarashi muqarrar. Ammo Bill Gatesning ota-onasining pozitsiyasi tamoman aksichi bo'lib, ular qarshi chiqish tugul o'g'lining bu xil harakatini qo'llagan. Chunki ular faqat mushundaq qilgandila bolalarning mustaqillik iqtidorini chiniqtirg'ul bo'ladi deb qaragan. Tagore har kuni soat 7 dan burun jazman tan tarbiya va iskelet ilmini o'rganib bo'lishi. Ondan 7 dan boshlab oila o'qituvchisidan matematika va tabiat ilmini o'rganish kerak. Biz Kennedy jamoatining farzand tarbiyalash jihatdagi sirini g'izolanishda desak, qilcha oshirib o'tgan bo'lmaymiz. Kennedy jamoatining g'izolanish vaqti bilan odatdagi kishilarning g'izolanish vaqtining o'xshamasligi nuqul holdagi g'izolanish vaqti emas. Kennedy jamoatiga nisbatan olganda tamoq shirasi nuqul g'izolanish so'rini bo'lib qolmasdan, balki bolalarni savrchanlik bilan chiniqtiradigan so'rin bo'lgan. Şunlaşqa, teximi köp dadılarning balalarını ularga natunuş bo'lgan dunyoga bir qitim ekspeditsiya qildirishini umid qilaman. Albatta, sayohatni bir qitimliq ko'ngil ichish yoki ekspeditsiya deb qarashga hargiz bo'lmaydi. Uni farzandlarni tarbiyalashdagi prinsip va maqsad qilish kerak. Agar sharoit yor bersa, Tagore 130 yil burun dadisi bilan birga bo'lgan Shantinikitan yoki Himalaya tog'laridek yerlarga berib sayohat qilishni tanlash kerak. Undaqda buyuk adib Lev Tolstoyning qandoq yaxshi odati bordi. U 19 yoshidan toki ko'zi yumulg'icha boshdan oxir kundalik xotira yozish odatida ching turib kelgan. Kennedy o'zining tarjimonini yozgan avtoriga mundaq degan: Agar dadam bizga nisbatan yalqinga o'xshasa, Anam hayotimizni nurlandırğıcı tang nurudur. Yuqoridagi boy zardarlarning ish izlarini bilgandan keyin ota-ona bo'g'uchilar qaytadan fikr yurgizish o'yiga keldinglarmi? Agar biz bolalarimizga ulgu bo'lishni o'ylagan bo'lsak, ota-ona bo'g'uchilar hozirdan boshlab har bir bosqichni asta besib o'taylik. Ovozliq kitob abdi tali.